Animeland kanali taqdim etadi. Ovoz berdi. Vortex. Testni qachon o'tkazamiz? Keling buni hozir qilamiz. Joyga kelsak, ovchilar uyushmasi yonidagi gimnaziyaga nima deysiz? O'ylab qarasam, gimnaziya bu yerdan ancha uzoqda ekan. Balki men bu imkoniyatdan foydalanib, boshqa odam bilan soya almashinuv foydalana olamanmi yoki yo'qmi sinab ko'rishim kerak. Yo'q, biz bu yo'ldan bormaymiz. Kechirasiz. Men borishning oson yo'lini bilaman. Buning uchun siz menga yaqin bo'lishingiz kerak. Bu yaxshimi? Ha. Soya almashinuvi. Nimaga ikkovingiz ovqat yemayapsizlar? Mana keldik. Qanday? Buni bilgandim. Xuddi meni o'ylaganimdek. Soya almashinuv xuddi darvoza kabi ishlaydi. Boshqa odam bilan sayohat qilishim buning isbotidir. Mening ostimda kirish joyi yaratilgan va belgilangan manzilda chiqish joyi yaratiladi. Albatta belgilangan manzil soyali askarlarning joylashuviga asoslanadi. 3 soatlik yo'l bo'lsa ham, men darvoza yaratish uchun mahoratdan foydalana olaman deb o'ylash aqldan ozarli. Agarda xohlasam, undan dunyoning narigi tomoniga sayohat qilish uchun ham foydalanishim mumkin. Boshlaymizmi? Men qirolimni o'zim bilan olib kelmaganimni esladim. Ha, ana u zindondagi asbobmi? Yo'q, u meni qirolim emas edi. Men hazillashdim. Bu hazil edi. Men yaxshiman. Saqlash xonasida qarzga olish mumkin bo'lgan qirol bo'lishi kerak. Bu ovchilar uchun sport zali. Shuning uchun ko'plab zaxira qirollari mavjud. Eng yaxshisi bo'lmasa-da, ular odatda mashg'ulotlar uchun yetarli. Men tayyorman. Igres. U mening barcha soyali askarlarim ichida eng yaxshi qilichboz. G'olib qanday aniqlanadi? Jangsiz davom etguningizcha mening chaqirgan hayvonimni yo'q qiling yoki-da taslim bo'ling. Men unga eng kuchli askarimni chaqirishimni aytdim, lekin ber bilan jang qilish uning uchun juda ham og'ir bo'lishi mumkin. Xo'sh, unda biz boshlashimiz kerak deb o'ylayman.